hazillarimiz. Hazil qilish va kulmoq hayotning todi va tuzi deb aytganlar. Haqiqatan ham bu to'g'ri. Xalqimizning eng katta hazil namoyandalaridan birtasi ham Mullo Nasriddin bu karakter ko'plab millatlar orasida mushtarak bir shaklda islanmoqda. Buning yonida ham ayrim xalqlar orasida bo'lgan hazillarimiz ham bor. Quyida Mullo Nasriddin hazillaridan bir necha namuna. Bir kuni Mullo Nasriddin qo'shnisidan qazon qarz olgan. Birinchi kundan so'ng qo'shnisining qazoni bilan bir kichik qazon ham olib borib qo'shnisiga beradi. Qo'shnisi: "Bu kichik qazon nima uchun?" Mullo: "Qazoningiz homila ekan, uyimizda qo'zaladi va bu bolasi, bu sizning." Qo'shnisi ham quvonib, bunday bir ahmoq ham bo'ladimi deb qazonlarni oldi. Bir necha kundan so'ng Mullo yana ayni shu qo'shnisidan qazon qarz oldi. Bir necha hafta o'tdi, biroq Mullo qazonni qayta bermadi. Qo'shniga qazon kerak bo'lgani uchun Mulloning uyiga borib qazonni talab qildi. Mullo: "Sizga nima xizmat qila olaman?" Qo'shni: "Iltimos qazonimizni bersangiz. Bu oqshom mehmonlar keladi va qazonga ehtiyojimiz bor." Mullo: "Qazoningiz qazo qildi va o'lib qoldi. Qazoningiz yana homila ekan, qo'zilamoq paytida bola ustiga ketdi." Qo'shni: "Bunda qazon ham bola ustiga ketadimi? Homila vaqtida o'lib qoladimi?" Mullo: "Qazon qandoq tug'sa, shunday ham bola ustiga o'lib qoladi. Menda qazoningiz yo'q."